Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, talabalar. Bugungi mavzuimiz ikkinchi tartibli determinant. Ikkinchi tartibli determinant tushunchasidan oldin biz ikkinchi tartibli matritsa tushunchasiga ta'rif berib olaylik. Demak, ikkinchi tartibli kvadrat matritsa deb 4 ta elementdan iborat bo'lgan mana bu kvadrat jadvalga aytiladi. Bunda demak jadvaldan ko'rinib turibdiki, jadvalda demak kvadrat matritsada ikkita satr mana hamda ikkita ustundan iborat bo'lyapti. Endi ikkinchi tartibli kvadrat matritsaga mos keluvchi ikkinchi tartibli determinant deb quyidagi belgi va tenglik bilan aniqlanuvchi songa aytilar ekan. Demak, bu bizda ikkinchi tartibli determinantimizning formulasi hisoblanadi. Bu formulani misol yordamida ko'raylik. Mana quyida berilgan ikkinchi tartibli determinantni hisoblang deyilibdi. A determinant berilgan. Demak, elementlari 2, 3, -7, -5. Xo'p, yuqoridagi formulaga e'tibor bersak, bizda ikkinchi tartibli determinant x ko'rinishida ko'paytirilib hisoblanadi. Bunda mana alohida qizil rangda turgan elementlarimiz, demak x ko'rinishida ko'paytirishning bitta anaqasi, bu esa ikkinchisi. Demak, mana shu bir xil rangdagi elementlarimizni ko'paytirib, ikkinchi bir xil rangdagi elementlarimizni ko'paytirib ayirmasini topamiz. Misolda, xo'p, 2 bilan -5 1 ga ko'paytiriladi, 3 bilan -7 1 ga ko'paytiriladi. Mana o'rtada ikkalasining o'rtasida ayirish belgisi turibdi. Demak, 2 ga -5 ni ko'paytirsak -10, -7 bilan 3imiz -21. Demak, ikkita minus ishorasi yonma-yon kelsa plus bo'lib ketib, 21 dan 10 ni ayirtirsak 11. Demak, bizning ikkinchi tartibli determinantimizning son qiymati 11 ga teng bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan bugungi mavzumiz shu edi.